Assalomu alaykum. Bugun kompyuterda o'chmay qoladigan programmalarni o'chirishlikka qanday qilishlikni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga mana bu programma kerak bo'ladi. Buning uchun biz mana shu saytga kirdik. Revo Uninstaller degan programma. Biz buni ko'chirib olishimiz juda ham oson. Oddiy download knopkasini bosishimiz bilan ko'chadi. Mana programmani ko'chirib oldik. Endi bu programmani o'rnatamiz. Hana bosdik. Bizda yozuv chiqdi avval o'rnatishga rozimisan degan. Balki bu ko'rinmagan bo'lishi mumkin sizlarda. Endi bizda tilni tanlash imkoniyatimiz bor. Bu yerda juda ko'p tillar bor ekan. Siz o'zingizga yoqqanini yoki tushunadiganingizni tanlab olishingiz mumkin. OK'ni bosib Dale'ni bosamiz. Sizda o'zingizda tilingizda chiqishi mumkin siz tanlagan. Ayni mana shu joyda bossangiz sizda ham o'rnaydi. Programma o'rnashi oddiy. Ishlatish ham oddiy. Mana bizning programmamiz o'rnab bo'ldi. Endi zavershitni bosishimiz bilan programmani saytiga olib kirib ketadi. Buni X ko'rsak ham bo'ladi, bizga keragi yo'q. Bu boshlanishiga 30 kunlik imkoniyat beradi. Endi biz bu yerdan o'zimizga kerakli ayni programmani topamiz. Bizda mana bu yerda bitta programma bor, o'chmayotgan. Nomi buni mana biz programmani topdik. Buni yozib turib, oddiy mishkamizni o'ng tomonda yozishimiz bilan udalit knopkasi chiqadi. Shuni bosib udalit qilishimiz mumkin. Mana bizda programmamiz o'chirish boshlandi. Yozuvlar chiqadi. Uning yonida сделано degan yozuv chiqishi, bu degani bajarildi degani. Papkani o'zi tekshirib, hamma yo'lda o'zi bajaradi. Programmani o'chirishga rozi deydi, so'rayapti. Ha deb bosishimiz bilan programmani o'chirishni boshlaydi. Bizda o'chmay qolishi ham mumkin. Skanerovat qilishimiz bilan u papkani qayerda joylashganligini ko'rsatib beradi. Aynan shu programmaga kerak bo'lgan programma narsalari bor. O'shalarni udalit qilib yuboramiz. Ha deyishimiz bilan mana shu fayllarni o'chirib tashlayapti. Va yana ana shu boom topga bog'liq bo'lgan programmalarni yana bu yerdan topdi. Bu yerdan ham udalit qilib tashlaymiz. Bu mana u programmamiz o'chib ketdi bizda. Agarda biz fayl o'chmay qolgan taqdirda ham aynan shu hozirgi usul bilan o'chirib tashlasak bo'ladi. Buni o'chib ketganini tekshirib olamiz. Buning uchun pustga kirib, panel upravleniyadan programma joyidan udalение programmani bosib turib qarab ko'ramiz. Mana u programma bizdan o'chib ketdi. Endi biz bemalol kompyuterimizni ishlatsak bo'ladi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Biz bilan birga bo'ling.